Yozning issiq kunlarida nega baliq chiqmay qoladi? Ko'pchilik baliqchilar bunga suvning isib ketganini sabab deb o'ylaydi. Aslida esa asosiy muammo kislorod yetishmasligidir. Suv harorati ko'tarilgan sari suv tarkibidagi kislorod miqdori kamayadi. Shu bilan birga baliqning modda almashinuvi tezlashadi va unga yanada ko'proq kislorod kerak bo'ladi. Natijada baliq kuchini tejashga harakat qiladi, kamroq harakatlanadi va ovqat izlashga chiqmaydi. Shuning uchun issiq paytda baliq yo'qolib qolmaydi. U shunchaki salqinroq va kislorod ko'proq bo'lgan joylarga, chuqurliklarga, soya tushadigan hududlarga yoki suv oqimi kuchli joylarga o'tadi. Agar yozda ham yaxshi ov qilishni istasangiz, ertalab quyosh chiqishidan oldin yoki kechqurun quyosh botgandan keyin baliq ovlashga harakat qiling. Ana shu vaqtlarda suv salqinroq bo'ladi, kislorod ko'proq bo'ladi va baliq ancha faol oziqlanadi. Demak, yozgi issiqda baliq ovqatlanishidan to'xtamaydi, faqat uning xulqi o'zgaradi. Buni tushungan baliqchi esa hatto eng jazirama kunlarda ham yaxshi ov bilan uyga qaytadi.